Bittada o'xshab chiqadigan ideal merengali ruletni hamma sirlari bilan 1 daqiqada o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu videoni o'tkazib yubormang. Quruq va toza idishimizga tuxum oqini solib, mikserni o'rta darajasida ko'pirtirishni boshlaymiz. Oppoq bo'lganidan keyin 1 osh qoshiqdan qand upasini solamiz. Mikserni umuman to'xtatmagan holatda 10 daqiqa ko'pirtiramiz. Tayyor bo'lgan beziga jo'xori kraxmalini solib, 30 soniya mikser qilamiz. Pergament solingan listga solamiz, lapatada tekislaymiz, ustiga esa xohishga ko'ra dekor qilsangiz bo'ladi. Duxovkamizni pastdan ikkinchi qatoriga qo'yamiz. Duxovka ushlagichiga sochiq ilmaymiz va duxovkani 30 daqiqa davomida umuman ochmaymiz. Ruletimiz pishganidan keyin taxminan 3 daqiqa xona haroratida qoldiramiz. Keyin esa ustidan pergament solamiz va teskarisiga o'giramiz. Sifatli qaymoq, krem chiz, quyultirilgan sut, qand upasi va shunaqa mustahkamlovchidan solamiz. Xohishga ko'ra vanilini solib, mikserda ko'pirtirib olamiz. Tayyor kremdan 3 osh qoshiq ustunni bezash uchun olib qolamiz. Ruletimiz ustidan mayengina kremimizdan surtamiz. Xohishga ko'ra mevalardan solamiz va pergament qog'oz yordamida o'rab olamiz. Va 2-3 soatga xolodilnikka jo'natamiz.